Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar jigarlar, sog'misizlar, tinchmisizlar? Sizlardan ekspertuz. Bugungi o'ylagan sizlar bilan birgalikda bomba konsertli kuponlarni suzishni boshlaymiz. Kechagi kuponimizni ko'rdinglar, kupon bomba bo'ldi, portladi. Albatta, foydalanib qoldi. Telegram kanalimizda ham kecha normalniy obunachilarimiz почти 50% obunachimiz 100% garantli kuponlar bilan foydalanib qoldi. Albatta, sizlar ham foydalanib qolsanglar bo'ladi kuponlarimizdan. Bo'lmasam bugungi o'ylagan kuponlarni tuzishni boshlaymiz. Aytgancha sizlarga bir narsani eslatib o'tishim kerak. Xo'p, YouTube kanalimiz mana Expertuz. YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Telegram kanalimiz ustiga bitta bossanglar, mana Telegram kanal. Ustiga bitta bossanglar, Telegram kanaliga obuna bo'lib ketadi. Expertuz YouTube kanaliga bitta obuna, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarni Telegram kanalida nima kutadi? Hozir ko'rsataman uni. Kechagi kuponlarning sarf hisobini ko'rsataman sizlarga. Tak. Bugunga mana 36 koeffitsiyentli kupondan bitta, 11 koeffitsiyentlikdan bitta, 704likdan ikkita kupon. Kechagi kuponlarga keladigan bo'lsak, mana 22-fevraldagi o'yinlar kechagi 807 koeffitsiyentli kupon bomba tarzida o'tib berdi. 401 koeffitsiyent kupon bomba o'tdi. Kecha yutkazish nimadan bo'ldi? Mana shu 67 koeffitsiyentli kuponimiz o'tmay qoldi. Bu ham qanday qoldi o'tmay qoldi? Qaranglar. Hamma jamoa o'tdi, hammasi o'tib, bitta mana shu jamoa chichib qo'ydi. Shuning hisobiga 67 koeffitsiyentli kuponimiz o'tmadi. Hech qisi yo'q. Albatta mana shu katta koeffitsiyentli kuponlarni o'tkazishga harakat qilamiz. Shuni o'tkazish yo'lida albatta izlanishni olib bormoqdamiz. Mana kuponlarimizni ko'ryapsizlar, har kun bomba tarzida o'tyapti. Va undan tashqari Ultra Parida mana ikkita kuponimiz o'tdi. Adin Expertni ko'rishingiz mumkin. Adin Expertda bugun ikkita kupon tuzib qo'yganman. Kecha Adin Expertning o'zidan 4 koeffitsiyentligidan bitta, 401 koeffitsiyentlikdan bitta mana. $146 bittasida qaytgan, bittasida $40 qaytgan. $10, bittasiga $35 tikkanmi? Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerning o'zida ham 2 milliondan oshiq foyda qilganman Adin Expert o'zidan. Va undan tashqari bugun ham bomba koeffitsiyent kuponlarni tuzib qo'ydim. Adin Expert uchun ham, Ultra Pari uchun ham. Hozir endi yana sizlarga kuponlarni tuzib xohlasanglar qaysi kontoraga bo'lsa ham terib olsanglar bo'ladi. Lekin bunaqa 100% o'tadigan kuponlar kimga qiziq bo'lsa, albatta Telegram kanaliga o'tib qo'yish esdan chiqmasin deganlar, hammasi Telegram kanalida bo'ladi. Kuchaytirilgan koeffitsiyenti baland kuponlar Telegramda bo'ladi. Bu YouTube kanalimizga koeffitsiyenti pastroq bo'lsa ham o'tish ehtimoli bu ham yaxshiroq bo'lgan kuponlarni tashlashga harakat qilamiz. Lekin 100 talik garantli kuponlar Telegramda bo'ladi deganlar. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar deyman. Telegram kanaliga o'tgan obunachilarimiz bizlar bilan har kun normalniy foyda qilyapti. Sizlar ham albatta foyda qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasam ko'p gapirmaymiz, bugungi o'yinlarga kuponlarni tuzamiz. Albatta bugun Girona va Alaves bilan o'yinni ko'radigan bo'lsak, Girona o'yinlarida hozirgi kunda hamma o'yinda Barselonaga 2 ta gol urgan. Biz Gironaning totalini olsak, 2 ning individual totali 0.5 dan ko'p deb olsak, bitta gol ursa kuponimiz o'tadi. Girona agar uyaltirib qo'ymasa albatta. Avvalgi o'yinlardan kelib chiqqan holda albatta men ham kupon tuzyapman. Jigarlar, men ham 100 talik daho emasman. Maksimal o'tishga yaqinroq qilib tuzishga harakat qilaman. Tak, keyingi o'yinimiz bo'ladi. Boloniya va Indoneziya. Boloniyaning o'yinlarini ko'radigan bo'lsak, Boloniya bir marta yutqizgan, lekin hozirgi o'yinlarga keladigan bo'lsak, hozirgi o'yinlari uncha yaxshi emas Boloniyaning o'yinlari. Bundan nima qilamiz? Qo'shaloq imkoniyatni olamiz. Qo'shaloq imkoniyat ikki jamoadan bittasi yutsa ham kuponimiz o'tadi. 0-0, 1-1 bo'lib qolmasa bo'ldi o'yinimiz. Tak. Keyingi o'yinimiz Cadiz, Lemon yo'q emas. Tak, mana yerdan topamiz. Nimaga chiqmayapti bu o'yinlar? Al-Fatih. Bak, onasini yesin. Al-Fatih qidiramiz. Xo'sh. Al-Fatihni bulan o'yinidan olamiz. Avvalroq nima? Dastlabki o'yinning 5-daqiqasida burchak to'pi yo'q deb olamiz. Xo'p, keyingisi Al-Shabab va Al-Riyad. Bunda albatta g'alaba, bir Al-Shababning g'alabasini olamiz. Xo'sh, keyingisi Damak va Al-Ahli. Al-Ahlini o'yinidan albatta yana risk qilmaymiz. Burchak to'pi yo'q deymiz. 5-daqiqada o'yinning dastlabki matchning 5-daqiqasida burchak to'pi yo'q. Xo'p.
Oldik buni. Keyingisi Smurf va Al Ahli degan jamoamiz bor. Al Ahli. Al Ahli Kair. Al Ahli Kair degan. Tak, mana aka. Buni ham risk qilmaymiz. Bularning o'yinlarini ko'rsanglar biladi. Har o'yin har xil. Вообще tushunib bo'lmaydi o'yinlariga. O'shaning uchun risk qilmaymiz bunga ham. Avvalroq nima koeffitsient pastroq bo'lsa ham burchak to'pi yo'q deb olamiz. Xo'p, kuponlarga keladigan bo'lsak, kuponlarimiz 6 ta jamoa. Tak, Alaves va Girona 2 individual totali 0.5 dan ko'p. Ya'ni Girona o'yin mobaynida bitta gol ursa kuponimiz o'tadi. Keyingisi Bologna va Indoneziya. Bularning o'yinida kuponimiz qaysi holatda o'tadi? Ikkala jamoa gol ursa ham o'tadi, faqat bitta jamoa yutishi kerak. Al-Fath necha bo'lib qolsa kupon o'tmaydi. Al-Fath va Al-Ahdud. Bularning o'yinida matchning dastlabki 5-daqiqasida burchak to'pi bo'lmaydi. Al-Shabab Al-Riyad. Bu o'yinda Al-Shabab g'alaba qozonadi desiga oldim. 1.5 koeffitsient. Keyingi kuponimiz Damak Al-Ahli. Bularda ham dastlabki 5 daqiqada burchak to'pi bo'lmaydi. Keyingisi Smurfa Al-Ahli Kair. Bular ham o'yinida dastlabki matchning 5-daqiqasida burchak to'pi bo'lmaydi deb oldim. 6 ta jamoa 8.2 koeffitsient. Agar mana shu kupon kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga 16 koeffitsiyentligini tashlab qo'yaman. Mana shu kupon 16 koeffitsentligi bor. Uni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Kimda kim 16 koeffitsiyentlik kupon kerak bo'lsa, tekinga Telegramga o'tsanglar, koeffitsiyenti baland, yuqori o'tish ehtimoli 95-96% bo'lgan kuponlar Telegram kanalidan olasizlar. Tak, bu o'yinlarga bosib qo'yamiz bizlar 500 ming bosamiz. 500 ming bosdik. Xo'p, kupon kodini ko'rasizlar mana. Kupon kodi ko'rasizlar bo'ladi. Mana shu kupon kodini tersanglar, kuponni yuklab olasizlar. Bo'lmasam deganlar, kuponimizni ko'rdinglar, yo'qsa bosinglar. Hech kimni majburlamaymiz. Ertaga kuponingiz o'tmadi, suda bizlar bilan faqat yutish uchun emas, yutqizganda ham turib bilish kerak, yutganda ham. Faqat bizlar yutamiz deb garantiya bermaymiz. Biz ham yutkazib turamiz mana. Kechaga endi kuponlarimiz zo'r o'tdi. Undan oldingi mana 6 ta kupondan 3 tasi o'tdi, 3 tasi kuydi. Undan oldingi kun ham 3 tasi o'tdi, 3 tasi kuydi. Endi 100% o'tmaydi, lekin hamma rasxodlarni hisoblasangiz, baribir foyda bilan chiqasiz. Bizdan kuponlarni terib, har kun hamma kuponlarga o'ynab borsangiz. Bo'lmasam, hammaga omad. Kuponlarni ko'rdingizlar. Kimga yoqsa bosarsanglar bo'ladi. Bosadiganlar bo'lsa albatta kupon o'tsa kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar va hamma videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, kanalga, Telegramga va YouTube'ga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi videolarda bundan da zo'r kuponlarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.